4-ci qism. Onlarning hokimiyat tashkili va harbiy tuzumi. Milodidan 3 asr burun vujudga kelgan ulug' Hun tangriqutligi, ya'ni imperatorligi vaqtida onlarning ijtimoiy tuzilmasining qandoqligi haqida haligacha talash tartish mavjud. Ba'zi tarixchilar onlar qulluq jamiyati edi deyishsa, ya'ni ba'zi tarixchilar onlar feodallik jamiyati edi deyishidi. Ularning jamiyat xarakteri zodi qandaq? Meningcha, u hargizmi qulluq tuzumidagi jamiyat emas. İbtidai jamiyat texmi emas. Balki yerim patri arxallik tuzumdagi yerim feodallik jamiyat. Ya'ni Tangriqut butkul davlat bo'yicha eng oliy hukmron bo'lib, uning ostida feodallik, suyurg'anlik tuzum yurgizilgan. Onlarning hokimiyat tashkili va harbiy tuzumining xeli mukammalligiga qaragandimi, onlarning ijtimoiy tuzumi ba'zi tarixchilar aytganidek qulluq tuzumida bo'lmasdan feodallik tuzumda edi. Bundaq ahvollarni onlarning o'z zamonasiga yarasha xeli mukammal bo'lgan hokimiyat tashkili va harbiy tuzumi orqali ko'rish mumkin. Birinchi bob. Onlarning hokimiyat tashkili. Birinchi, Tangriqutluq taxtiga varislik tuzumi. Onlarda Tangriqutluq taxtiga Tangriqutning bir tuqqanlari emas, o'g'illari varislik qiladi. Milodidan 210 yil burun Batur Tangriqutning o'z otasi Tuman Tangriqutni o'ldirishi, Hun urug'chilik jamiyatining demokratik siyosiy tuzumining oxirlashganligi va podshoh mustabidlik siyosiy tuzumining vujudga kelganligini ko'rsatib qolmasdan, ularning ijtimoiy iqtisodining taraqqiy qilganligini ko'rsatdi. Batur Tangriqutning o'z otasi, o'gay onalarini, ufqlarini, bo'ysunmagan Hun vazirlarini o'ldirishi yangi tuzum bilan koni tuzum orasidagi keskin kurashning inkosi. Baturning Tangriqut bo'lishi urug' a'zolarining saylab chiqishi bilan emas, zo'rliq kuch bilan hokimiyat tortib olib, koni tuzumni yo'qotish orqali bo'lgan. Batur Tangriqutning otasi Tuman Tangriqutni o'ldirib, Tangriqut bo'lishi onlarning jamiyati, siyosatining olg'a bosganligi, iqtisodning taraqqiy qilganligining ro'shan belgisi edi. Jamiyat iqtisodining taraqqiyotiga ergishib, hokimiyat tashkili, amaldorlik tuzumi mukammallashib, qonun yurgizilib, davlat hokimiyati mustahkam bir holga kelgan. Onlarda Tangriqutluq taxtiga varislik qilish tuzumida ota o'rniga o'g'ilning Tangriqut bo'lishi Batur Tangriqutdan boshlab muqimlashgan. Tarixiy faktlarning isbotlashicha, Tuman Tangriqut, ya'ni 210-yillardan 240-yillar tartib Batur Tangriqut, ya'ni 174-yillardan 210-yillar Kuyuk Tangriqut, ya'ni 161-yillardan 174-yillar Konchin Tangriqut, ya'ni 126-yillardan 161-yillar Elchisi Tangriqut, ya'ni 114-yillardan 126-yillar Uvi Tangriqut, 105-yillardan 114-yillar Uyshular Tangriqut, 105-yillardan 108-yillar Qulug'u Tangriqut, 101-yillardan 102-yillar gacha bo'lgan 8 Tangriqutning ichida Qulug'u Tangriqutdan boshqa, ya'ni Uyshularning tog'isi edi. Hammasi otasining o'rniga Tangriqut bo'lish tuzum bo'yicha Tangriqut bo'lgan. Keyingi chaqlarda onlar ichida yuz bergan hokimiyat talashishidagi asosiy sabab ota o'rniga o'g'ilning Tangriqut bo'lish tuzumini saqlab qilish uchun kurash qilishdan iborat edi. Milodidan 60 yil burun Shuli Qanquy Tangriqut olamdan o'tgandan keyin boshlangan ichki urushlar ana shuningga nihoyat obdan misol bo'ladi. Chunki shu chaqda cho'ng alchi Jonquy ufqisi Tavrinchi bilan til biriktirib, O'nqul Bilikxon Tujutanni O'yang'utni Tangriqut nomida taxtga chiqargan. Aslida ularning hokimiyat tashkili qoidasi bo'yicha Shuli Qanquy Tangriqutning o'rniga uning o'g'illaridan biri Tangriqut bo'lishi lozim edi. Ikkinchi, amaldorlik tuzumi. Batur Tangriqut bo'lganda eng avval davlatning hokimiyat tashkilini
texmi mukammallashtirishga kirishgan. U davlatni boshqarishda 24 xil darajaga bo'lingan amaldorlik tuzumini o'rnatgan. Tangriqut hunlarda eng oliy hukmron edi. Tangriqut degan so'z, ya'ni Xudoning o'g'li yoki Xudo bergan baxt degan ma'noni bildiradi. Tarixiy ma'lumotlar, ya'ni tarixiy xotiralar va Xan yilnomasiga asoslanganda milodidan 265 yil burun, ya'ni Hun Tangriquti degan nom tilga ilinadi. İsmi noma'lum bo'lgan bu Tangriqutning tilga ilinishi ularning eng qadimki chog'dan tortib o'z xonlarini, ya'ni Tangriqut deb ataganligi ma'lum. Simachen ularning Cho'ngvey atli xoni ustida to'xtalib, uni ularning bovisi deydi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda Cho'ngvey milodidan 1766 yil burun o'tgan. Shundaq bo'lganda, ularning bovisi hisoblangan Cho'ngvey buningdan 4000 yil burun yashagan ekan. Bir qadar ishonchlik tarixiy xotirlarda Hun Tangriqutligining nomi Tuman Tangriqut, ya'ni 210-yillardan 240-yillardan boshlab tilga ilinishga boshlagan. Batur Tangriqut, ya'ni O'g'izxon, Tangriqutdan boshqa yana 24 xil darajaga bo'lingan amaldorlik tuzumini o'rnatib, davlatni boshqarish uchun xonlar, baglarni tayinlagan. Masalan, 1. So'lqul Bilik xon, 2. O'ngqul Bilik xon, 3. Yabg'u, ya'ni bosh vazir, 4. So'lqul Qutug'u, 5. O'ngqul Qutug'u, 6. So'lqul xon, 7. O'ngqul xon, 8. So'lqul Ulug' Sangun, 9. O'ngqul Ulug' Sangun, 10. So'lqul Ulug' Tutuqbey, 11. O'ngqul Ulug' Tutuqbey, 12. So'lqul Ulug' Xazina begi, 13. O'ngqul Ulug' Xazina begi, 14. Batsxon, 15. Tuman beshi, 16. Mingbeshi, 17. Yuzbeshi, 18. 15 qatorliqlardan iborat. Tangriqut oliy hukmron sifatida davlatning harbiy, ma'muriy va tashqi siyosatidagi barliq cho'ng huquqlarini Yabg'u, ya'ni bosh vazir, So'lqul Qutug'u, O'ngqul Qutug'u, ya'ni vazirlar otliq vazirlarning yordamchiligida yurgizatdi. Qutug'ular bo'lsa, onlarda isil urug' hisoblanadigan G'oyan, Lon, Shabu qatorliq 3 urug'dan tayinlanadi. Hun Tangriqutlari o'g'illarini mana shu 3 urug'ning qizlariga uylantiradi. G'oyan urug'idan tayinlangan Qutug'ular Tangriqutning so'l tarafida, Lon, Shabu urug'idan tayinlangan Qutug'ular Tangriqutning o'ng tarafida o'ltiradi. Batur Tangriqutning vaqtida Hun Tangriqutligining poytaxti hozirgi Ko'kxun shahri, ya'ni Ichki Mong'oliyada ning sharqi janubidagi Tangri baliq edi. Keyinchi Hunlar poytaxtini Urxun daryosining sharqiy qirg'og'idagi Xushu Sayram ko'lining bo'yiga yo'tkab ketgan. Tangriqut Olchi, ya'ni Xonish poytaxtdagi o'rnida turadi. Batur Tangriqut Hun Tangriqutligining territoriyasini 4 qismga bo'lib boshqarishni yo'l qo'ygan. Tangriqut onlar territoriyasining o'ttir qismini o'zi bevosita boshqaradi. Tangriqutning o'z o'g'illaridan tayinlangan So'lqul Bilik xon onlar territoriyasining sharq qismini boshqaradi. Uning ayrim ordisi bo'lib, o'rni Qo'rlun daryosi, ya'ni hozirgi tashqi Mong'oliyada ning yuqorqi eqinida edi. So'lqul Bilik xon boshqaradigan territoriya sharqiy Ulug' okean qirg'oqlariga so'ziladi. U asosan bo'ysundirgan tunguslar ustida hukmronlik qiladi. O'ngqul Bilik xon, ya'ni bumu Tangriqutning o'g'illaridan tayinlanadi. Onlar territoriyasining g'arbiy qismining sharqiy rayonlarini boshqaradi. Uning ordisi Olstoydagi Xongay, ya'ni tashqi Mong'oliyaning g'arbida, tog'larining ichida edi. U boshqaradigan joylarining ichiga hozirgi Ichki Mong'oliyaning Alasan aymig'i, Ersin aymig'i, Tangri teg'ining shimolidagi Jungar dalisi, Tarim vodisining shimoliy qismi, Selingi daryosi, ya'ni tashqi Mong'oliyada ning g'arbiy qismidagi Qubru qatorliq joylar kiradi. So'lqul,
oң qol bilik xonlardan qalsa, Batis xon deb ataladigan xonlar nihoyat cho'ng huquqqa ega edi. Batis xon onlar territoriyasining g'arbiy rayonlarini, ya'ni Sharqiy Tarim vodiysining o'rta janubiy qismidan tortib, g'arbiy Kaspiy dengizining bo'ylarigacha boshqaratdi. Uning ordisi hozirgi Korla atrofida edi. U Tangriqutga vakolatan hukm yurgizatdi. Urush vaqtlarida bo'lsa, Tangriqutdan tortib, ulug' xazina begigichi bo'lganlarning hammasi qo'shinlarga yetakchilik qilib urushga qatnashatdi. Tumanbeshi, Mingbeshi, Yuzbeshilar bo'lsa, noqul harbiy ishlarga yetakchilik qiladi. 3. Onlarning qonun tuzumi. Dunyoda qandaq tuzumdagi davlat bo'lmasin, uning o'z hukmronligini yurgizish uchun lozim bo'ladigan qurollar ichida eng muhim qurolning biri qonundir. Qadimki chaqlarda davlat paydo bo'lgandan tortib, qonun tuzumlar o'rnatilib, ijro qilinishga boshlagan. Ingliz mundaq deb yozadi. Ya'ni uning organlari xalq irodasi qurollaridan mustaqil organlarga, hukmronlik va zulm organlarga, xalqning o'ziga qaratilgan organlarga aylanadi. Chunki davlat tuzumi mohiyati jihatdan bir sinf yana bir sinfni ezish qurollaridan boshqa narsa emas. Onlar milodidan bir necha asr burunla sinfiy jamiyatga kirgan. Ularda sinfiy farqlar nihoyat ro'shan shakllangan. 1924-yili Sovet arxeologi Kozlov Tashqi Mong'oliyadagi Hun xonlarining qabristonligini topgan. Shu qabrlarning biridan Hun xoni bilan birga ko'milgan qullarning jasadlari chiqqan. Bu paket milodidan necha asr burunla onlarda sinflarning mavjudligini kuchli holda isbotlaydi. Sinfiy jamiyatda hukmron sinf o'ziga qarshi chiqqanlarni turli usullar bilan cheklash uchun albatta qonun tuzumlarini belgilab, uni ijro qildi. Simochanning, ya'ni tarixiy xotirlar, onlar haqida qissa va Yanshigu, ya'ni 7-asrda o'tganning, ya'ni Xon yilnomasiga bergan izhotidagi xotirlarga qaraganda, ularning qonuni bo'yicha 1. Pichoq ko'tarib odam o'ldirganlarga o'lim jazosi beriladi. 2. O'g'irlik qilganlarning oilasidagi mol-mulki musodir qilinadi. 3. Jinoyatchilarning jinoyatlarga, ya'ni ig'ir yenikligiga qarab jazo beriladi. Masalan, yangilarak jinoyat o'tkazganlarni, ya'ni odam o'ldirganlardan boshqalarni bog'lab, tosh ustida yumultib, uygi so'ngaklarini g'uch qilib o'tadi yoki g'ushqini chiqib tashlaydi. 4. Onlarning qamoqxonasiga qamalganlar 10 kundan ortiq yatmaydi. Davlatdagi qamoqxonalarning biridagi jinoyatchi bir necha 10dan oshmaydi. Buningga qaraganda, onlarda jinoyatchilar nihoyat tez bartaraf qilindi ekan. Tarixiy yilnomalarda onlarning qonun tuzumiga doir materiallar oz bo'lsa-mu, tarixdagi xotirlarga asoslanganda onlar qamoqlarni soldirib, jinoyatchilarni qamagan. Onlarning jazo qonunlariga doir ba'zi bir faktlarni Yevropa Hun imperiyasi, ya'ni 365-yillardan 375-yillar davrida qo'llangan ba'zi bir jazolash tadbirlaridan ko'rish mumkin. Yevropa Hun imperiyasining imperatori Attilaning Roma imperiyasiga avatgan elchisi Idiqut Roma imperatorligiga yolg'ondan setilib, Attilani o'ldirmoqchi bo'ladi. U o'z eliga qaytishida o'zi bilan birga bir necha nafar Romalik suiqasdchi diplomatlarni birga elib keladi. Idiqut Attilaning huzuriga yetib kelgan hamon suiqasdchisini Attilaga ma'lum qiladi. Roma imperatorisining bundaq suiqasdidan g'azablangan Attila uzun bir nutq so'zlagandan keyin, ya'ni agar kechirmaydigan bo'lsam sizlarni, ya'ni Romalik suiqasdchilarni demoqchi. Hun odati bo'yicha dalaga egiz mo'mi yog'och tikib, mo'mi yog'ochning uchiga yalang'ochlab bog'lab qo'yib, yovvoyi yirtqich qushlarga yem qilib berib jazolaydim degan. Shuningga qaraganda, onlarda og'ir jinoyat o'tkazganlarni ana shundoq usul bilan o'ltirdi ekan. Yuqoridagi faktlarga qaraganda, onlarda bu chaqdan bir necha asr burunla mukammal davlat tashkiliy tuzum bo'lganlikdan qonun tuzum o'rnatilgan. Qamoqxonalarmi bo'lgan. Ingliz
mundaq deb yozadi. Ya'ni davlatni koni urug'tashliq tuzum bilan selishtirib ko'rganimizda, davlatning birinchi xususiyati uning fuqarolarining territoriyasiga qarab bo'linishdan iborat ekanligi ma'lum bo'ladi. Davlatning ikkinchi xususiyati o'zini o'zi qurolliq kuch qilib uyushtiradigan aholidan iborat bo'lmagan ijtimoiy hokimiyatning ta'sis qilinishidir. U faqat qurolliq kishilardanla iborat emas, balki urug'tashliq jamiyatiga ma'lum bo'lmagan moddiy qo'shimchalar, qamoqxonalar va xilma-xil majbur qilg'uchi organlardan iborat. Onlar davlati mana mushundaq ikki xil xususiyatga to'liq ega bo'lgan davlat edi. 4. Onlarning davlat kengashi. Onlarda zo'ri tepilganda davlat kengashi o'tkaziladi. Batur Tangriqut qadimki chaqdan tartib bar bo'lgan davlat kengashining roliga nihoyat cho'ng e'tibor bergan edi. Davlat kengashi asosan nihoyat cho'ng va jiddiy ishlarni hal qilish zaruriyati tug'ilganda o'tkaziladi. Masalan, birinchi Tangriqut olamdan o'tgan chig'ida o'zining o'rniga kimning Tangriqut bo'lish masalasida talash tartish bo'lib qolganida davlat kengashini o'tkazib hal qilishga to'g'ri keladi. Bundaq chaqda 10 xonlari poytaxtga chaqirilib, 10 Tangriqutining o'rdisida bir necha kun keskin talash tartish orqali yangidan taxtga chiqadigan Tangriqut belgilanadi. Ikkinchi, davlat jiddiy va nihoyat xatarlik ahvolga uchirganda, ya'ni biror davlat bilan urushgan chig'ida darhol davlat kengashi o'tkaziladi. Kengashda 10 xonlari birlikda kengashib, davlatning siyosati, umumiy harbiy safarbarlaridan tortib, urushning strategiya taktikalarigacha bo'lgan muhim masalalarni belgilashadi. 3. Onlar davlati boshqa bir davlat bilan ahdnoma tuzadigan chig'ida davlat kengashi o'tkazilib, tuziladigan ahdnomaning mazmuni, shartlari belgilanadi. Bundaq kengashni o'tkazishning muqim belgilangan vaqti yo'q edi. Qachon zarur tepilsa, shu chaqda o'tkaziladi. Bundan tashqari, onlar yana har yili belgilangan vaqtda 3 qatim kengash o'tkazib turadi. Bundaq kengashning birinchisi 1-oyda o'tkazilib, 10 xonlari, baglari Tangriqut ordisiga yig'ilib, ota-bobolarining arvohiga atab ehtiyojliq nazar qilishadi. Ikkinchi qatimliq kengash 5-oyda Hunlar poytaxtida o'tkaziladi. Buningdanmi Hunlar ko'k tangriga, yer tangriga, quyosh, oy tangriga seg'inib ibodat qilishadi, nazar qilishadi. 3-qatimliq kengash kuzda charom mollar samirgan chig'ida Urxun daryosining Tamir deb atiladigan bir irmog'ining bo'yida o'tkaziladi. Bu kengashda onlar aholi sonini, charom mollar sonini hisoblab ko'zdan kechirishadi. Mana shu har yili o'tkaziladigan 3 qatimliq kengash ichida kuzda o'tkazildigani nihoyat muhim edi. Chunki kuzdagi kengashda Hun aholisining nupusi, charom mollarining soni avg'an yoki avmaganligi ma'lum bo'ladi. Bu kengashlarning hammasida onlar yuqoridagi ishlarni qilgandan tashqari bayga uyushtirib ko'ngil echish qiladi. Yig'ib aytganda, ularda harbiy demokratiya tuzumi xeyli mukammal va kuchli edi. 2-bob. Ularning harbiy tuzumi. 1. Hun qo'shinlarining xillari. Batur Tangriqut tarafidan texmo muntazamlashtirilgan harbiy tuzum bo'yicha Hun qo'shinlari asosan otliq, qisman piyoda qo'shinlardan tashkillangan edi. Ularning yoshlari va yigitlarining mutlaq ko'pchiligi otliq qo'shinga kiradi. Hun atlari, atlarning ranglari bo'yicha tumanlarga bo'linib tashkillangan. Batur Tangriqut tashkillagan 400 ming otliq qo'shin ko'k, oq, bo'z qora, qizil to'riqdan iborat 4 xil rangdagi otlarga, ya'ni har bir rangdagisi 100 mingdan mindirilgan. Bu 400 ming kishilik otliq qo'shinning qo'mondonlik tarkibida 44,440 kishi bor edi. Uning ichida 40 nafari tuman beshi, 400 nafari ming beshi, 4000 nafari 100 beshi, 40,000 nafari 10 beshi edi. Chunki ularning harbiy tuzum bo'yicha qo'mondonlik vazifasini o'tashda 4 xil daraja, ya'ni tuman beshi, ming beshi, 100 beshi, 10 beshi liq yetakchilar asosiy gavda edi. 10 atlari nihoyat botur, chidamliq, ya'ni issiq so'qoqqa, ochliqqa, bo'ron chapqunga edi.
Chunki ular qadimdan tartib o'zi yashagan joylarning tabiiy ahvolidagi qiyin sharoitlarni, ya'ni qumluq, sovuq va kazalar yengish uchunmi ularda botirlik va qaysarlik ruhi bo'lishi zarur edi. Uning ustiga ular o'zining kuchli qo'shinlarining hujumidan o'zini mudofaa qilishila emas, balki ularni bosh agdirish uchunmi asrlar bo'yi urushib kelgan. Mana shundaq tabiiy va tarixiy sharoitlar ularning botir va qaysar, chidamliq bo'lishidek aloyidliklarni vujudga keltirgan. Un atliqlarga jangchi bo'lib kirganlar kichigidan tartib, ya'ni qo'shinga kirmasdan burun o'qiya etish mashqini qilishda ishni to'shqan ovlashdan boshlasa, ot minish mashqini qo'yga minishdan boshlaydi. Yoshlar va yigitlar qo'shinga kirgandan keyin nihoyat qattiq jafoliq harbiy mashq orqali tarbiyalanadi. Bundaq mashqlarning biri ov ovlash edi. Ovda ko'kda o'qdek uchib ketayotgan shunqarni etib tushirganlar jangchi hisoblansa, odatdagi mashqda uchqur otni choptirib ketib etib, o'qiyani nishonga takuzganlar jangchi hisoblanadi. Un otliqlari ustiga savut, ya'ni zanjir chapon, beshiga dubulg'a, ya'ni tumir qalpoq kiyishatdi. Ular nayza, agri qilich, qalqon, o'qiya bilan qurollanadi. Ikkinchi, un qo'shinlarining alohidliklari. Un qo'shinlari bir necha alohidliklarga ega edi. Ular urush vaqtida urush qo'shini bo'lsa, tinchlik mezgilda ishlab chiqarish qo'shini edi. Ularning harbiy tuzum bo'yicha ishlab chiqarish tashkili bilan harbiy tashkili bir tutash gavda edi. Harbiy qo'shin a'zosi bo'lgan jangchi ayni vaqtda ishlab chiqarish amgakchisi edi. Un qo'shinlari urushga ketgan chaqlarda un aholisidan yashanganlar, ayollar yo'l yasash, ko'rik selish, charo mollarini beqish, dehqonchilik qilish ishlari bilan shug'ullanadi. Onlarda botirga hurmat qilish umumlashgan odat edi. Un jangchilari botirlik ko'rsatsa, butkul elning hurmatiga sazovor bo'ladi. Uningdan boshqa qo'lga tushirgan g'animat botir jangchilarga hadiya o'rinda beriladi. 5-asrda Sharqiy hunlar o'zining botir xoni Bek quli haqida mundaq qo'shiq to'qigan. Voy keldi Bek quli deganda ana, to'xtaydi bu vaqtning yig'isi shu an. Deyishar yosh qizlar aytganda naqsha, yigitim bo'lsidi Bek quli simam. Yuqoridagi qo'shiqmo bizning avlodlarimizning botirlikni nihoyat yuksak holda qadrlaydiganligini bildirdi. Onlarning aholilari ichida oliyjanob bir xislat bor edi. U bo'lsa-mu, urushda qurbon bo'lganlarning jasadini urush maydoniga qoldirmay ilib kelish har bir jangchining muqaddas burchi edi. Shuningga qarata urushda qurbon bo'lganlarning jasadini marhum turgan qismdagi jangchilar urush maydonidan ko'tirib o'z yurtlariga ilib ketadi. Shuning uchun ular jamiyatida bir kishini o'lchashda uning ishlab chiqarish amgiki bilan urushda o'ynagan rolini o'lcham qiladi. Un qo'shinlarining jangovarligi haqida Xan sulolasi davrida o'tgan siyosiy anzarchi Javsu g'amkinlik bilan hasratlanib, un otlari bo'rondek besib keladi, quyundek g'oyib bo'ladi. Xan qo'shinlari ularga yetisholmaydi degan. Onlar asrlar bo'yi ilib borgan urushlarning tajribasidan yerni tinglab turib, dushman qo'shinlari kelayotgan joy bilan o'zlari turgan joyning oraliqidagi musofaning qanchalik ekanligini, ko'tarilgan chang to'zonga qarab dushman qo'shinlarining soni qanchalik ekanligini bilish san'atini egallab olgan edi.